Ha. Mazasiga gap yo'q. Bibi. Bibiya. Bibiya. Karamni ham mayda to'g'ri olamiz. 3 osh qoshiq mayonez soldik. Mayonez ham damashqni o'zimiz tayyorlaganmiz. Ana endi ozgina ko'katlardan. Bitta aralashtirsak, chiroyli qilib mayonez ham joy tegish kerak. Salatni deyapti. Ozgina saviq turib salat qilamiz. Xo'pmi birgalikda mana oling, botiringizni yeb olasiz. Yarimni yeb xolos. Ya assalomu alaykum, yaxshi insonlar. Bormisizlar, sog'misizlar, salomat bo'linglar. Hozir biz bugungi menyumiz salat tayyorlashga harakat qilamiz. Bizga kerak bo'ladi 2 dona bodring, 2 dona pomidor, 1 dona sabzi, 1 dona kartoshka, ozgina ukrop va ozgina kashnuch ko'kati, 1 piyola mayonez. Biz mayonez tayyorlaganmiz. Bu garchitsasiz mayonez. Kichkina karamni yarim qismi. Birinchi sabzavotlar turg'ib olsak, kartoshka friyni oxirida qo'shib, mayda-mayda qilib turg'ib qo'shamiz. Shef endi mana to'rkamiz, mana bismillah. To'rkadan chiqarib olamiz sabzini. Mana shu holatda. Sabzini o'ziga ozgina murch bilan tuz sochib aralashtirib qo'yamiz, chunki sal o'lish kerak bu. Ozgina siqib qo'yamiz, tezroq tayyor bo'lishligi uchun. Bodringlarni ham somoncha shaklida turg'ib olamiz. Pomidorni ham somoncha shaklida turg'ib olamiz. Karamni ham mayda-mayda qilib to'g'rab olamiz mana. Kommentarda izohlarni kutib qolamiz. Kam ko'zlar bizga parvo qilmaysizlar. Qadamlarim tushgan joylardan gul, atirgul, lola chiqsin. Yaxshi insonsizlar. Shef. Shef. Assalomu alaykum deb qo'ymaysizmi? Karam ozgina ko'plik qiladi, hammasini ishlatish shart emas. Mana. 4 dan почти 1 qismini ishlat. Mana o'sha sabzavot, sabzi ozgina o'lib, yumshoq holatga keldi. Pomidori, bodring. Endi kartoshka friyni qo'rib olamiz, mayda-mayda qilib. Yog'ni quyib qo'yganmiz, yog' qizib tayyor bo'lgan sira solib boshlaymiz. Tabga qarab ozgina chesnok, mana 2 dona. Chotga chiqadi salat ham. Ana endi achchiq qalampirdan ozgina qo'shib olamiz. Mayda-mayda qilib to'g'rab. Burg'ol qalampirning tuyulgani, ya'ni paprika, murch mana. Kartoshka free pishyapti mana hozir. Issiqda aralashtiramiz. Tabga qarab tuz, mana salatlarni o'ziga.
hech qanaqa ximikat qo'shganimiz yo'q. Haligi Rolton, ya'ni Xitoy tuzlariga o'xshagan narsalar solingani yo'q. Bor narsa faqat bizda idealniy pripravlar ishlatishga harakat qilyapmiz. Bunaqa narsalar, xullas, soxta muhabbat yo'q. Kartoshka free biz mayda-mayda to'g'raganmiz. Mana shu qizigan yog'idan 2-3 qoshiq qo'shib olamiz. Endi kartoshka free-ni o'zini qo'shamiz. Uch osh qoshiq mayonez soldik. Mayonez ham damashning o'zi biz tayyorlaganmiz. Ana endi ozgina ko'katlardan. Yaproqlari qoladi, yaproqlari bezagiga ishlatamiz. Bu tarafni qo'shamiz. Bitta aralashtirib olsak, chiroyli qilib mayonezni hamma joyi tegish kerak. Salatimiz deyarli tayyor. Kamxar salatda bu. Lekin mazasi chotki. Yorvorjonidan. Harakat qilamiz barchani sharoit ko'taradigan salatlar tayyorlashga va oddiy, sodda qilib tushuntirishga harakat qilamiz. Endi imkon qadar ana nima cho'cho? Nima cho'cho? Nima bilan deyapsiz? Menmi gulni oling siz. Ana 8-martga yaproqlardan ozgina otib qo'yamiz mana. Shef tatinchi. Bismillahirrohmanirrohim. O'zi tating. Ne? So'zla yo'ring. Ha. Mazasiga gap yo'q. Bibiya.